barchaga. Demak, bugungi videoda biz mana bu prava testiga tushadigan 600 ta savolni yechimlarini birma-bir tushuntirib berishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videoni prava olishni istayotgan do'stingizga jo'natishni unutmang. Demak, biz videoni boshladik. Xo'p, qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, bu yerda tartibga soluvchini qo'li tushgan tarafdan, ya'ni mana bu yerda qo'li tushgan tarafidan borayotgan yengil avtomobil va mototsiklga ruxsat etiladi va orqa tarafidan kelayotgan yuk avtomobiliga harakatlanish taqiqlanadi. Shuni hisobiga bizga qaysi birida ruxsat etiladi degani uchun yengil avtomobil va mototsiklga degan javobni belgilashimiz kerak. Xo'p, keyingisi ushbu belgilardan qaysi biri bir tomonlama harakat tashkil qilingan yo'lning boshida o'rnatiladi degan savolni beryapti bizga. Mana bu B esa bizga bir tomonlama harakatlanishning boshida o'rnatiladi. Qolganlari emas. Keyingisi ko'rsatilgan holda yengil avtomobilda to'xtab turishga ruxsat etiladimi deyapti. Bu yerda ruxsat yo'q. Sababi mana bu yuk avtomobili chiqayotgan paytda darrov ikkinchi polosadan emas, birinchi polosadan burilishi kerak. Ya'ni qizil turgan polosadan burilishi kerak. Shuni hisobiga bu qizil ko'kni burilishiga xalaqit berganlik sababli bu yerda turish taqiqlanadi. Bunga ruxsat etilmaydi. Mana shu. Xo'p, qattiq ulagichda transport vositalari orasidagi qanchadan bo'lmagan masofa ta'minlanishi kerak. Qattiq ulagichda transport vositalari orasida, ya'ni shatakka olish haqida gap ketyapti. Buzilgan mashinani tuzalgan mashina bilan shatakka olib tortayotgan paytda ular orasidagi masofa 4 metrdan oshmasligi kerak. Mana shu. Xo'p, individual harakatlanish vositalarini necha yoshdan kichik bo'lgan shaxslarga boshqarish taqiqlanadi. Xo'p, bunda individual degani nima degani? 14 yoshdan bu. Sababi ya'ni bitta o'zi boshqaradigan transport vositalarini demak 14 yoshdan boshlab boshqarishga ruxsat etiladi. Mana shu. Keyingisi bu qo'shimcha axborot yo'l belgisi qaysi belgi bilan birgalikda qo'llaniladi? Xo'p, bu yerda demak mana bu yo'l qurilishi bor-ku, yo'l qurilishini pastiga qo'yiladi bu belgi. Ya'ni bu nimani bildiradi? Ya'ni yo'lda qurilish ishlari olib borilayotgani munosabati bilan unga chiqish xavfli degan belgini bizga bildiradi. Ya'ni mana shu B belgi bilan birga qo'llaniladi. Mana shu javob to'g'ri. Xo'p, to'xtab turish joyidan chiqib ketganda boshqa transport vositasi bilan yo'llaringiz kesishganda qanday yo'l tutishingiz kerak? Bu yerda asosiysi o'ng qo'l qoidasi meniki edi yoki boshqa narsa kerak emas. Mana bu rasmdagi holatda asosan biz yo'l bersak yutamiz. Ya'ni yo'l berishimiz kerak. Shundagina hech qanaqa transport vositalarini o'sha avariya holatlari kelib chiqmaydi. Shu uchun qizil bu yerda nima qilish kerak desa, yo'l berish kerak degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, sanab o'tilgan qaysi hollarda egiluvchan ulagichda shatakka olish taqiqlanadi debdi. Xo'p, egiluvchan ulagichda faqatgina yo'l yaxmalak bo'lganda sirpanchiqda olish mumkin emas. Tushunarlimi? Ya'ni bu yerda yo'l yaxmalak bo'lganda sirpanchiq yo'lda shatakka olish mumkin emas. Xo'p, miniladigan uy hayvonlarini necha yoshdan boshqarishga ruxsat etiladi? 14 yoshdan, demak miniladigan uy hayvonlarini ot masalan boshqarishga demak ruxsat etiladi. Kunning yorug' vaqtida harakatlanayotgan qaysi transport vositasi haydovchisi yuk tashish qoidasini buzyapti? Xo'p, bu yerda demak yuk tashish qoidasini hech kim buzmayapti. Sababi yarim metr chiqib turganiga qizil oq bayroqchalar o'rnatilgan va 0.3 metr chiqib turgan bo'lsa ham avtomobil bunga bayroqcha o'rnatishimiz shart emas. Shu uchun A ham B ham hech kim buzmayapti degan javob to'g'ri bo'ladi bizga. Tushunarlimi? Keyingisi mazkur yo'l belgisi nima haqida ogohlantiradi? Xo'p, bunda demak bu belgi bu transport vositalarini, ya'ni avtobus, ya'ni belgilangan transport vositalarini to'xtash joyini bildiradi bularga.
ya'ni trolleybus yoki avtobusni to'xtash joylarini bildiradi. Tushunarlimi? Keyingisi, chapga burilayotgan haydovchi kesishayotgan yo'lning qatnov qismidan o'tayotgan piyodalarga yo'l berish kerakmi desa, ha, barcha hollarda demak o'tkazib yuborishi kerak. Tushunarlimi? Keyingisi, qaysi avtomobil haydovchisi qoidani buzmasdan harakatlanyapti deyapti bizga. Demak, chapga burilish o'zi umuman mumkin emas. Xo'p, qayrilib olish bizga mumkin. Ya'ni chapga mumkin deb qo'ygan bu belgida mana bunda. Bunda chapga mumkin emas. Demak, chapga burilmayapti ko'k, faqat qayrilib olyapti. Shu uchun ko'kka mumkin, qizil esa chapga burilyapti. Bu yerda chapga burilish mumkin emas degan vaqtinchalik belgi turibdi. Shuni hisobiga demak, ko'k avtomobil qoidani buzmasdan harakatlanmoqda deb javob beramiz. Qizil avtomobil qaysi yo'nalishlarda qayrilib olishga demak ruxsat etiladi? Xo'p, bu yerda demak bir o'ylab ko'ramiz. Qani qayrilib olish taqiqlanadi belgisi bor. Faqat demak chapga qayrilib olishga demak ruxsat etiladi bizga. Ya'ni birinchi holatda ajratuvchi mintaqa bor. Ikkinchi holatda ham demak qayrilib olish mumkin emas. Baribir qayrilib olyapti, to'g'rimi? Demak, ikkala yo'nalishda ham qayrilib olish demak mumkinmi, mumkin emasmi? Shu haqida bir o'ylab ko'raylik. Demak, ikkala yo'nalishda ham qayrilib olish bizga taqiqlangan. Sababi baribir mana shu belgi amal qilayotganligi uchun bizga qayrilib olish mumkin emas. Mana shu. Keyingisi, avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadi. Bu yerda demak chorrahada qizilni o'ng qo'li bo'sh bo'lganligi uchun qizil chorrahaga kirib keladi va ko'kni o'tkazib yuborish uchun to'xtaydi. Ko'k ham o'z navbatida yashil avtomobilni o'tkazib yuborish uchun to'xtaydi. Yashil birinchi bo'lib chorrahadan burilib oladi. Qizil bu yerda turibdi hali. Keyin ko'k, undan keyin qizil avtomobil harakati tugalaydi. Demak, o'tish tartibi yashil, ko'k va qizil avtomobillar harakatni davom ettirar ekan. Mana o'sha javob. Qizil chorrahaga kiradi va ko'k avtomobilni o'tkazib yuborish uchun to'xtaydi va ayni paytda yashil avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Ko'k qizil burilishni demak tugallab oladi. Mana shu javobimiz eng to'g'ri javob. Keyingisi, qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasiga chiqishga ruxsat etiladi desa, faqatgina ruxsat etilgan hollarda chapga burilish yoki orqaga qayrilish uchun velosipedlar demak qatnov qismining o'ng chekkasiga chiqishlari mumkin. Boshqa vaziyatda demak o'ng chekkasiga chiqishga ruxsat etilmaydi. Mana shu. Keyingisi, qaysi transport vositasi to'g'ri harakatlanmoqda degan savol keldi bu yerda. Demak, rasmga e'tibor beramiz. Qaysi biri demak to'g'ri harakatlanmoqda? Bu yerda demak sariq va yashil avtomobillar demak to'g'ri harakatlanmoqda. Qizil esa kelayotgan aylanma yo'ldan ikkinchi yo'lga kirishi mumkin emas. Ya'ni mana shu uchalasidan kim qoidani buzmay harakatlanmoqda deganligi uchun demak sariq to'g'ri harakatlanyapti, yashil to'g'ri harakatlanyapti, lekin qizil qoidani buzib bu polosaga burilyapti. Shuning uchun demak sariq va yashil degan javobimiz bizga to'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi, transport vositalariga qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi debdi. Demak, bu yerda tartibga soluvchining ishorasi quyidagicha, ya'ni qo'li tushgan tarafdan kelayotgan avtomobillarga barcha yo'nalishda ruxsat etiladi, to'g'rimi? Mana shu. Shuni hisobga olib, e'tibor berib o'ylab ko'ramiz. Demak, o'zlaringizga bir o'ylab ko'ringlar, men ungacha javobini tushuntirib beraman. Xo'p. Demak, tramvay chapga yurishi mumkin, avtomobil esa chapga va teskari yo'nalishda ham ketishi mumkin. Ya'ni qayrilib olishi ham mumkin degan javob bizga kelyapti. Ya'ni tramvay chapga yurishi mumkin, ko'k avtomobil chapga ham yurishi mumkin yoki qayrilib olishi ham mumkin. Shunaqa javob bizga mana F5 da turibdi. Ya'ni tramvay chapga, avtomobil esa chapga va teskari yo'nalish. Siz ham shu javobni menimcha belgilagansiz. F5.
Qizil avtomobil haydovchisi tramvay yo'li bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi. Mana buni tramvay yo'li deb tasavvur qilamiz. Tramvay yo'lidan harakatlanishiga bu yerda ruxsat etiladi. Qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlangan, demak e'tibor beramiz. Mana bu o'ngdan birinchi yo'l, bunisi esa o'ngdan ikkinchi yo'l. Demak, qaysi birida harakatlanish taqiqlangan desa, o'ngdan birinchi yo'lga ruxsat etiladi, o'ngdan ikkinchi yo'lga esa harakatlanish taqiqlanadi deyiladi. Demak, o'ngdan ikkinchi yo'lga kirishimiz mumkin emas. Bu yo'l chizig'i nimani bildiradi debdi. Xo'p, bu ko'proq asfaltga chiziladigan belgi hisoblanadi. Bu nimani bildirishini bir o'ylab ko'ramiz asfaltga chizilgandan keyin. Ana bu signal so'zimiz bor, ya'ni qatnov qismining torayishiga yoki qarama-qarshi yo'nalishga kelayotgan transport oqimini ajratuvchi 1/1 yoki 1/11 chizig'iga yaqinlashayotganlik haqida bizni demak ogohlantiradi yoki shuni bildiradi deb aytishimiz mumkin. Masalan, 3 ta polasa bor edi, ya'ni 3 ta tasma bor edi va o'sha bitta tasmada mana shu belgini ko'rsangiz, demak 2 ta tasmaga aylanib qoladi. Shuni bildiradi. Bu yo'l belgisi nimani bildiradi bizga? Xo'p, o'ylab ko'ramiz. Xo'sh. Belgida ko'rsatilgandan, demak, ortiq tezlikda harakat taqiqlaydi. Bu unaqa belgi emas. Ya'ni qizil bilan olingan bo'lsa, o'shandan ortiq tezlikda harakatlanish taqiqlardi. Faqat belgida ko'rsatilgan yoki undan yuqori tezlikda harakatlanishga ruxsat beradi. Ana aylanasi bor va to'rtburchagi bor. To'rtburchak belgi bizga 50 dan baland yurishni tavsiya qiladi. Bu esa aylana belgi 50 dan baland yurishga buyuradi bizga. Ya'ni mana bu birinchi javobimiz bizga to'g'ri bo'ladi. Bunday vaziyatda haydovchi nima qilish kerak desa, qatnov qismidan o'tayotgan bolalarga, piyodalarga demak yo'l berishi kerak. Barcha hollarda demak biz piyodalarga yo'l berib, ularning o'tishiga imkon berishimiz kerak. Xizmat vazifasini bajarayotgan shlagbaumni o'zboshimchalik bilan ochishga yoki uni aylanib o'tishga ruxsat etiladimi deyapti. Taqiqlanadi albatta, shlagbaum o'z vazifasini bajaryapti, bizni unga ishimiz bo'lmaydi. Keyingisi, furgon yukxonasida odamlarni tashishga ruxsat etiladimi deyapti. Furgonda agar ularni tuzilishi odamlarni tashishga moslashtirilgan bo'lsa, demak ruxsat etiladi degan javobni bosishimiz kerak. Xo'p, ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri texnik tavsifnomasiga yoki holatiga ko'ra tezligi soatiga 40 km dan kam bo'lgan transport vositalari harakatlanishini taqiqlaydi debdi bizga. Xo'p, bu yerda demak faqat A, ya'ni avtomagistral belgisi bizga harakatni demak 40 dan baland hayday olmaydilar. Bu avtomagistralda eng ko'pi 100 bilan ketadi. Shu uchun bu polasalarga 40 dan kam haydaydigan mashinalar bu yo'lga chiqishi umuman mumkin emas. Shu uchun A javob bizga to'g'ri bo'ladi. Chorrahadan demak ikkinchi bo'lib kim o'tadi? Xo'p, bu yerda demak asosiy yo'limiz ko'k avtomobilniki. Ko'k avtomobil birinchi o'tib ketadi. Undan keyin tramvay bilan qizil o'tish kerak. Lekin ikkalasi yo'l beringda turibdi. Kim bu yerda birinchi, ya'ni huquqi yuqoriroq bo'lsa o'sha o'tadi. Ya'ni tramvay bilan qizilni huquq teng bo'lgani uchun tramvay ikkinchi o'tadi. Uchinchi bo'lib esa qizil avtomobil harakatni tugallaydi. Demak, bizdan chorrahadan ikkinchi bo'lib kim o'tadi degani uchun tramvay o'tadi deb javob berishimiz mumkin. Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobilining yukxonasi bortining balandligi demak qanchagacha yetishi kerak? Xo'p, bunda demak balandligi 1.3 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobil yukxonasi bortining balandligi 1.3 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Mana shu javobimiz bizga to'g'ri bo'ladi. Xo'p, sanab o'tilgan hollarning qaysi birida qoidalar haydovchi o'zining transport vositasini ichki ishlar xodimi ixtiyoriga berishi shart deyapti. Biz faqatgina kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarish uchun ichki ishlar xodimiga transport vositasini taqdim etamiz. Mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, aholi punktlarida ma'lum harakat tezligiga rioya etayotgan yirik o'lchamli transport vositasini haydovchisi
qanday yo'l tutish kerak desa, bu yerda harakatni davom ettirish kerak. Ya'ni bularning harakatiga qarshilik, ya'ni to'sqinlik qilmasligi uchun demak harakatni davom ettirish kerak. Qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, bu belgi bizaga harakatlanish to'g'riga belgisi, ya'ni bunda chorrahada kelmagan paytda biz to'g'riga va o'ngdagi yondosh hududga yurishimiz mumkin. Ya'ni A, B'larga ruxsat. Agar chorrahada kelsa-chi? Chorrahada kelsa faqatgina to'g'riga ruxsat etiladi bizga. Tushunarlimi? Hozir bu yerda demak A bilan B yo'nalishiga ruxsat etiladi. Qaysi belgi mehmonxonani bildiradi? Bizaga mana 3-belgimiz mehmonxonani bildiradi. Tushunarlimi? Xo'p, mototsikllarning shinalari naqshining qoldiq chuqurligi qanchadan kam bo'lmasligi kerak debdi. Mototsikllarda necha edi? Nol 3mi, 0.8mi, 0.5mi, xo'sh? Yoki 1 millimetr edimi? Albatta 0.8 edi. Xo'p, qanday hollarda aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobil haydovchisiga soatiga 90 kilometrdan yuqori tezlikda harakatlanish taqiqlanadi debdi. E'tibor beringlar, demak aholi punktlardan tashqarida deyapti. Bu yerda demak sanab o'tilgan barcha hollarda 90 km/soatdan, demak bu yerda signal so'zimiz yo'q hech qanaqa, shuning uchun barchasini bosishimiz kerak. Velosipeddan foydalanishga yo'lovchi tashish qaysi qoidalarga, ya'ni qaysi hollarda ruxsat etiladi? Demak, velosipeddan foydalanishda e'tibor beramiz. Bu yerda demak faqat 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maxsus o'rindiqda tashishimiz mumkin. Qolgan hollarda boshqa hech qanaqa cheklovlar yo'q. Faqat 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maxsus o'rindiqda tashishimiz kerak. Xo'p, bu yotiq chiziq nimani bildiradi? Faqat bizga belgilangan transport vositalari harakatlanishi uchun mo'ljallangan bo'lakni bildiradi bu. Tushunarlimi? Xo'p, qizil avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib o'tadi? Bu yerda demak o'ng qo'l qoidasi ishlaydi. Kimni o'ng qo'li bo'sh bo'lsa, o'sha birinchi o'tadi. Demak, yashilni o'ng qo'li bo'sh bo'lganligi uchun birinchi bo'lib yashil o'tadi. Ikkinchi bo'lib qizil ko'k bilan bir vaqtda va keyin sariq avtomobil harakatni tugallaydi. Demak, bu yerda xo'p, qizil avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib o'tadi desa, xo'p, ikkinchi bo'lib o'tadi bu yerda. Ya'ni sariqdan keyin yo'q. Ikkinchi bo'lib ayni paytda ko'k bilan. Mana shu javobimiz bizga to'g'ri bo'ladi. Qolganlari chalg'ituvchi javoblar hisoblanadi. Xo'p, tashilayotgan yuk davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatining ruxsatisiz transport vositasi o'lchamlarining orqa nuqtasidan eng katta miqdorda qanday chiqib turishi mumkin debdi. O'ylab ko'ramiz qani. Qancha miqdorda chiqib turishi mumkin? Demak, orqadan chiqib turishi bizga 2 metrgacha chiqib turishi mumkin. Undan ortiq chiqib turishi mumkin emas. Xo'p, transport vositalaridan foydalanish va texnik holatiga javobgar mansabdor shaxslar nimaga majbur desa, xo'p, barcha sanab o'tilgan, ya'ni tibbiyot ko'rigidan o'tmagan shaxslarni transport boshqarishga yo'l qo'ymaslik, texnik holat jihozlar qoidalariga mos kelmagan transport vositalarini yo'lga chiqarmaslik, belgilangan tartib ro'yxatida o'tkazmagan transport vositalarini yo'lga chiqarmaslikka. Xo'p, bu yerda demak o'ylab ko'ramiz qani qaysi biri? Bizga demak tibbiyot, ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tmagan shaxslarni bizga texnik ko'rikka olib borishadimi yoki yo'qmi? O'ylab ko'ramiz. Xo'p. Qaysi bo'ladi, bir o'ylab ko'raylikchi. Demak, barcha sanab o'tilganlari degan javobimiz bizga to'g'ri bo'ladi. Ya'ni hammasini o'qib chiqish shart emas, faqat belgilangan barcha holatlar degan to'g'ri javobni eslab qolasizlar bo'ladi. Xo'p, piyoda
yalt etuvchi mayoqcha va maxsus tovushli ishoralarni yoqib kelayotgan transport vositasi yaqinlashib qolganda qanday yo'l tutish kerak desa, qatnov qismidan o'tmasligi kerak degan javobni bosishimiz kerak. Ya'ni qatnov qismidan o'tsa, u mayoqcha yoqilgan transport vositasiga xalaqit berishi mumkin. Xo'p, avtomobil haydovchisiga qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, buni o'ylab ko'ramiz endi. Bu yerdagi belgilarga diqqat qilamiz. Xo'p, qanday belgilar berilgan? Bizga to'g'riga harakatlanish demak mumkin, to'g'riga harakatlanish belgisi tugadi degan belgi turibdi va qarama-qarshi yo'llar demak kesishmasi belgisi turibdi. Xo'p, bunda nima qilamiz? Xo'p. Faqat demak bunda chapga ruxsat etiladi. Nima uchun? Nima uchun to'g'riga ketsa bo'lmaydimi? Sababi oddiy. Bu yerda demak to'g'riga harakatlanish tugaganligi bilan bu birinchi polosada o'tiribdi. Shu uchun faqat chapga ketishi mumkin. Xo'p, yo'lning yoritilmagan qismlarida qorong'u vaqtda to'xtagan gabarit chiroqlari buzuq bo'lsa, unda demak nima qilishi kerak debdi. Xo'p, transport vositasini yo'ldan tashqariga chiqarish, agar buni iloji bo'lmasa, mazkur qoidalar talablariga binoan uni belgilash, ya'ni avarinka ishorasi bor-ku, o'shani demak bosishi, ya'ni yopishtirish kerak. Xo'p, o'quv muddati yakunida A toifadagi transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lish uchun necha yoshga to'lgan shaxslarga imtihonlar topshirishga demak ruxsat etiladi? Xo'p, o'quv muddati tugadi, demak unda A pravaga nima bo'ladi? o'n olti yosh. Demak bizada A toifadagi transport vositasini boshqarish huquqi 16 yoshdan berilishi mumkin o'quv muddati tugagandan keyin. Tushunarlimi? Ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga harakatni taqiqlaydi, ya'ni harakatlanishga ruxsat beradi deganni savolni berilyapti. Bunda nima bo'ladi? Bir o'ylab ko'raylikchi. 3 ta belgimiz bor. Bunda demak A bilan C belgilarimizda bizga ruxsat etiladi va mana bu B belgimizda esa taqiqlanadi degan javobimiz bizga to'g'ri bo'ladi. Bizdan ruxsat beradi degan so'ragan uchun A va C javob bizda to'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi, yengil avtomobil haydovchisi yo'l berish kerakmi? Albatta, turar joy daqiqasining oxiri, ya'ni biz uydan chiqyapmiz. Bu choraqa emas, tezsimon choraqa emas. Shuni hisobiga uydan chiqayotganimiz uchun biz avtobusga albatta yo'l berishimiz kerak. Shuning hisobiga ha degan javobni bosamiz. Xo'p, yovvoyi hayvonlar belgisini demak ko'rsating desa, demak ikkinchi belgi bizga yovvoyi hayvonlarni bildiradi. Tushunarlimi? Chap tomonga yondosh hududdan foydalanib qayerga borishning ko'rsatilgan qaysi usuli harakat xavfsizligini ta'minlaydi desam, ya'ni mana bu uzuq-uzuq chizig'imiz qaysi birida kichkina bo'lsa, o'sha javob to'g'ri bo'ladi. Yoki yana bir signal so'zimiz chap desa javobimiz to'g'risi o'ng bo'ladi. O'ng tomondagi desa javobimiz chap to'g'ri bo'ladi. Mana shunaqa qilib yodlasak ham bo'ladi. Demak, faqat o'ng tomondagi rasm bizda to'g'ri bo'ladi hozircha. Yengil avtomobilning orqa oynasiga parda yoki jalyuzilar o'rnatishga ruxsat etiladimi? Bunda demak ruxsat etiladi. Agarda ikki tomondan orqani ko'rsatuvchi ko'zgusi bo'lsa, demak bunda parda yoki jalyuzilar o'rnatishga ruxsat etiladi. Ushbu yo'l belgisi nimani bildiradi? Mana shu rangni ko'rsak, demak biz xavfli yuk tashiyotgan transport vositalariga harakatlanish taqiqlangan degan bunaqa ikkita savol keladi. Demak, xavfli so'zini bunga eslab qolamiz. Chorrahaddan demak ikkinchi bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? Xo'p, asosiy yo'lda ko'k va qizil, qo'shimcha yo'lda yo'l beringda demak yashil bilan sariq turibdi. Bu yerda demak ko'k birinchi o'tadi. Undan keyin qizil, keyin sariq, keyin yashil avtomobillarimiz o'tadi. Bizga ikkinchi bo'lib kim o'tadi degani uchun qizil avtomobil degan javobni bosishimiz kerak.
Xo'p, ushbu 50 yozuvi yo'l chizig'i nima haqida ogohlantiradi yoki nimani bildiradi deyapti. Xo'p, bunda nimani bildirishini bir o'ylab ko'ramiz. Bu demak belgimiz asfaltga chizilganligi uchun u qizil rangmi yoki yashil rangmi, bu haqida ma'lumotga ega emasmiz. To'g'rimi? Bunda demak yo'lning ushbu qismida ruxsat berilgan eng yuqori tezlikni bildiradi deyishimiz mumkin. Demak, buni qizil rang deb eslab qolsangiz bo'ladi. Ya'ni 50 dan baland haydash bunda mumkin emas. Yo'l yoqasida qaysi transport vositalarining haydovchilari qoidani buzib to'xtadilar desa, bu yerda A bilan B avtomobilimiz qoidani buzib to'xtadi, V esa qoidani buzmay yo'lni yoqasiga to'xtab turibdi. Mana shunday javob berishimiz mumkin. Ya'ni A, B bizga qoidani buzdi. Qaysi avtomobil haydovchisi svetoforning taqiqlovchi ishorasida to'g'ri to'xtadi deyapti. Buni o'ylab ko'ramiz endi. Demak, bunda ikkinchi rasmda qoidani buzmay to'xtadi deyishimiz mumkin. Bu yerda hozir mana bu yerda stop belgisi borligi uchun stopni ustida to'xtash kerak edi. Lekin bunda bu noto'g'ri to'xtagan deb aytilgan birinchi savolda. Ya'ni birinchi rasmda, uzr. Ya'ni ikkinchi rasm bizda to'g'ri to'xtagan. Ko'k avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib o'tadi debdi. Demak, birinchi navbatda ichki ishlar mashinasi birinchi o'tib ketadi. Undan keyin yashil avtomobil va uchinchi oxirgi bo'lib ko'k bilan qizil bir vaqtda o'tadi. Ya'ni uchinchi bo'lib qizil bilan ayni paytda degan javobni bossak to'g'ri bo'ladi. Qaysi javobda chorrahadan o'tish navbati to'g'ri ko'rsatilgan debdi. Demak, bizda birinchi navbatda bunda ham yo'l bering kelayotganini bilishimiz kerak. Ya'ni qizil avtomobilda ham yo'l bering turibdi, bunda stop turibdi. Birinchi bo'lib velosiped o'tib ketadi, undan keyin oq avtomobil o'tib ketadi va oxirida qizil avtomobil harakatni tugallab oladi. Shunga chalg'imanglar. Demak, bu yerda birinchi bo'lib velosiped, keyin oq avtomobil, oxirida esa qizil avtomobil harakatni tugallab oladi. Xo'p, avtomobilning antiblokirovka tizimi ABS burilishda sirpanishga yonga siljishni oldini oladimi deb javob beribdi. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Bunda avtomobilni yonga sirpanish yoki sirpanishini demak oldini olmaydi. ABS tizimi hech qanaqa sirpanishni oldini olmaydi degan javobimiz bizga to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, qaysi hollarda transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi deyapti. Demak, dvigatel nosoz. Bunda nima bo'ladi? Tovush signallari ishlamaydi bittasida dvigatel qiyinchilik bilan ishga tushadi. Baribir ishga tushadi. O't oldirish tizimi nosoz, yonilg'i darajasini ko'rsatish qurilmasi ishlamaydi. Bularda uchalasida demak foydalanishga ruxsat etiladi vaqtinchalikka. Ya'ni ustaxonagacha bor, lekin tovush signallari ishlamaydigan bo'lsa, aholi punktlarida yoki boshqa vaziyatda ham umuman foydalanish mumkin emas. Mana shu javobimiz to'g'ri. Xo'p, kunning qorong'u vaqtida yo'lning yoritilmagan qismlarida harakatlanayotgan mexanik transport vositasining qaysi chiroqlari yoqilgan bo'lishi kerak debdi. Qorong'u vaqtida yoritilmagan deyapti. Ya'ni yo'lda umuman chiroq yo'q, qop qorong'u yo'l. Bunda yaqinni va uzoqni yorituvchi chiroqlari ikkalasi ham yoqilgan bo'lishi shart. Qisman ortish usuli bilan avtomobilni shatakka olishda yo'lovchilar qayerda bo'lishlari mumkin? Qisman ortish degani evakuator olib ketyapti. Bunda demak shatakka oluvchi avtomobil kabinasida bo'lishlari kerak. Shatakka oluvchi avtomobil kuzovida degan javobni bosib adashmanglar. Kuzovda bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Shatakka oluvchi avtomobilning kabinasida bo'lishlari kerak. Mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Agar avtomobilning o'ng g'ildiraklari nam qoplamali yo'l yoqasiga chiqib qolsa, tavsiya etiladi nima qilish? Xo'p, avtomobilni tormozlamasdan
yo'lning harakat qismiga ohista ravon burishimiz kerak. O'shandagina yo'l yoqasiga demak chiqib olishimiz mumkin. Tushunarlimi? Ana shu javobimiz to'g'ri bo'ladi. Enli uzuq chiziq ko'rinishidagi yotiq chiziq nimani bildiradi bizga? Xo'p, bu nimani bildiradi? Rasmga e'tibor beramiz. Orolcha edi bu, to'g'rimi? Qo'shiladiganmi yoki ayriladiganmi? Xo'p. Bunda demak o'ylab ko'ramiz. Bu demak eslab qolishlaringizda oson usuli tezlashish yoki sekinlashish bo'lagi bo'lgan qatnov qismini asosiy bo'lagi o'rtasidagi chegarani bildiradi. Ya'ni tezlashish yoki sekinlashish deb eslab qolsalaringiz, tezlashish sekinlashish bo'lsa, demak mana shu belgi eslaringizga kelishi. Uzuq-uzuqmi? Demak tezlashish sekinlashish deb yodlasalaringiz ham bo'laveradi. Xo'p, yon kajavasi bo'lmagan mototsiklda bolalarni tashishga ruxsat etiladimi deyapti. Yon kajavasi bo'lmaganda. Bu yerda demak 12 yoshdan va undan katta bolalarda ruxsat etiladimi? Eslab ko'ramiz. O'tilgan, to'g'rimi? Bunda demak 12 yoshga to'lgan, ya'ni 12 yoshli bolalar ham kiradi va undan katta bolalarga ham ruxsat etiladi. Hammasiga ham ruxsat etilavermaydi. Xo'p, qaysi avtomobil haydovchisi to'xtashga ruxsat etiladi? Bunda yuk avtomobilga to'xtashga ruxsat etiladi, lekin mana bu ko'prikning pastida turgan yengil avtomobilga bu yerda to'xtashga ruxsat yo'q. Faqatgina yuk avtomobilga ruxsat. 3 tadan ko'p tasma bo'lganligi uchun. Xo'p, bu yerda avtomobilni to'xtashiga ruxsat etiladimi debdi. Xo'p, bu belgi nimani bildiradi? Eslab ko'ramiz. Demak, bu to'xtash mumkin, to'xtab turish mumkin emas degan belgi. Agar X belgisi bo'lganda edi, to'xtash va to'xtab turish mumkin emas bo'lardi. Demak, bu yerda ruxsat berilgan to'xtashga deb javob berishimiz mumkin. Chunki bizda to'xtab turish demayapti-da, shuni hisobiga. Xo'p, haydovchi harakat tezligini tanlashda nimani hisobga olish kerak desa, harakat serqat hammasini hisobga olish kerak bo'ladi. Barcha sanab o'tilgan omillarni hisobga olishi kerak. Bu joyda qayrilib olishga ruxsat etiladimi deyapti. Qaranglar, lekin uzuq chiziq emas bu. Bu yerda demak qayrilib olish taqiqlanadi. Tushunarlimi? Xo'p, qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi bo'lib harakatlanishga ega desa, chorrahada asosiy yo'l demak velosipedniki. Velosiped birinchi harakat qiladi, ikkinchi bo'lib yengil avtomobil. Demak, velosiped birinchi bo'lib harakatlanish huquqiga ega ekan. Yengil avtomobil qaysi yo'nalish bo'yicha to'g'ri burilmoqda debdi. Buni o'ylab ko'ramiz endi rasmda. Yengil avtomobil qaysi yo'nalishda burilayotgan bo'ladi? Faqatgina birinchi yo'nalishda. Nima uchun? Mana bu yerda uzuq chiziq borligi uchun biz belgilangan transport vositalari uchun mo'ljallangan tasmadan burilib olishimiz kerak. Birinchi polosadan emas. Birinchi polosadan faqatgina biz oldinga yurishni foydalanamiz. Ikki noto'g'ri, birinchisi bizga to'g'ri bo'ladi. Ya'ni faqatgina birinchi yo'nalishdan burilishimiz kerak. Xo'p, ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri yo'lning ko'rinish masofasi cheklangan joylarda majburan to'xtagan transport vositalarini belgilash uchun qo'llaniladi debdi. Xo'p, majburan to'xtagan qaysi birida edi? Faqatgina aslida, ya'ni avarenkani yoqib qo'ysak, mana shuni yopishtirib qo'ysak yoki orqasiga, demak bu bizga majburan to'xtagan transport vositalarini belgilash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu. Xo'p, sirpanchiq yo'lda tormozlardan qanday foydalanish kerak debdi. Xo'p, demak, ulagichni ajratmay turib sekin tormoz berish va boshqaruv rulini keskin burilishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Mana shu javobimiz demak to'g'ri bo'ladi bizga. To'g'rimi? Mana shu. Belgilardan qaysi biri yer usti avtomobil qo'yish joyini uzr noto'g'ri yozilgan bu yerda. Faqatgina birinchisi yer ustini bildiradi. Ya'ni yer ustida parkovka qilish, bu yer osti. Bu demak, buni bilasizlar nimaligini, to'g'rimi? Nima edi? Elektromobillarni demak quvvatlash mumkin bu yerda. Faqat birinchisi demak yer ustini bildiradi bizga.
Xo'p, qanday hollarda transport vositasidan foydalanishga ruxsat etiladi debdi. Xo'p, eslab ko'ramiz. Qanday hollarda dedi? Javoblarni bir o'qib ko'ringlar-chi. Demak, bizda gaz ta'minlash tizimi bilan jihozlangan avtobus yoki avtomobil gaz ballonlaridan tashqi tomondan ko'rsatilgan texnik ko'rsatkichlar, parametrlar texnik pasportdagi ma'lumotlarga mos kelsa, demak bu yerda hammasi to'g'ri. Shundagina demak ruxsat etiladi. Qolgan ikkitasi noto'g'ri javob. Uni o'qib o'tirmanglar. Agar barcha transport vositalari 80 km/soat tezlik bilan harakat qilsa, haydovchilarni qay biri qoidalarni buzadi desa, hech kim buzmaydi. Hammasi 80 bilan harakat qilsa, hech kim bizda qoidani buzmaydi. Yuk avtomobil haydovchisiga to'xtab turishga demak bu yerda ruxsat etiladimi yoki to'xtab turish qoidasini buzdimi deyapti. O'ylab ko'ramiz. Xo'p, buzdimi? Buzdi, chunki bu yerda to'xtashi bunga mumkin emas. Buzdi degan javobni bosamiz. Bu belgi o'rnatilgan yo'lda avtobuslarning harakatiga ruxsat etiladimi debdi. Ruxsat etiladi. Bu yerda hech qanaqa avtobuslarga taqiqlanadi yoki avtobuslarga mumkin emas. Ya'ni o'sha yengil avtomobilning old tarafdan ko'rinishi belgi to'rtburchakka olingan bo'lsa, demak bu yerda ruxsat etiladi degan javob to'g'ri bo'ladi. Avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin? E'tibor beramiz, svetofor bilan tartibga soluvchini belgilari bizga zid kelgan paytda svetofor aytayapti faqat o'ngga burilgan deyapti. Tartibga soluvchi aytayapti barcha yo'nalishlar mumkin. Qo'li tushgan tarafdan borayotganimiz uchun barcha yo'nalishlar mumkin deyapti. Bunda demak biz svetofor bilan tartibga soluvchi bir-biriga zid kelgan paytga biz tartibga soluvchiga amal qilamiz. Shuning uchun bizga barcha yo'nalishlar bo'yicha mumkin bo'ladi. Ko'k avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib o'tadi? Demak, chorraha bu yerda demak birinchi bo'lib yashil avtomobil o'tib ketadi. Uzr. Yashil avtomobil deyman. Birinchi navbatda mana bu pojarniy avtomobil, o't o'chiruvchi avtomobil o'tib ketadi. Undan keyin yashil avtomobil, undan keyin ko'k avtomobil va sariq avtomobil o'tib ketadi. Ya'ni birinchi bo'lib pojarniy, ya'ni o't o'chiruvchi, ikkinchi yashil, uchinchi ko'k, to'rtinchi bo'lib esa sariq. Bizda ko'k nechinchi bo'lib o'tadi degani uchun 3-chi bo'lib o'tadi degan javobni bosishimiz mumkin. Ushbu svetofor tramvayga qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat beradi? Tramvayni svetoforiga e'tibor bersak, pastidagi chirog'i yonmagan. Yuqoridagilari yongani yuqoridagilar bizga mana bunisi chapga yurishni buyuradi, ya'ni ruxsat beradi. Bu to'g'riga yurishni, bu o'ngga yurishni. Pastdagi esa yongan bo'lsa harakatlanishga ruxsat, o'chgan bo'lsa harakatlanish taqiqlanadi. Shuni hisobiga bizga demak qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi desa, harakatlanishga ruxsat etilmaydi tramvayga. Hech qaysi yo'nalishga demak harakatlanish mumkin emas. Shatakka olingan yengil avtomobilda yo'lovchilarni tashish mumkinmi deyapti. Xo'p, shatakka olingan yengil avtomobilda. Xo'p, egiluvchan qattiq ulag'ichga ruxsat etiladi. To'g'rimi shu? Demak, to'g'ri. Xo'p, ko'rsatilgan avtomobillardan qaysi biri ag'darilishga qarshi turg'unroq? Demak, bunda tik odamlar ichida tik o'tiribdi. Bu ham yiqilishi oson. Buni ham yiqilishi oson, faqat bo'sh yuk avtomobilni yiqilishi qiyinroq, ya'ni turg'unroq hisoblanadi. Shuni hisobiga bo'sh yuk avtomobili yiqilishi qiyinroq, ya'ni turg'unroq deb javob beramiz. Yo'l chiziqlari nechta guruhga bo'linadi debdi. Eslab ko'ramiz, demak, chiziqlar nechta guruhga bo'linardi? Ikkita albatta, demak, ikkita guruhga bo'linadi. Ish tormozi to'satdan ishlamay qolganda avtomobilni qanday to'xtatish kerak desa, eng pastki uzatmaga o'tamiz, ya'ni eng pastki uzatmaga o'tgandan keyin to'xtab turish tormozi ruchnoy bilan yoki eng pastki uzatmaga o'tish degani bu birinchi skoroskga urish. O'shandan keyin to'xtab turish tormozi ruchnoyni tortib to'xtaymiz. Zarur bo'lganda biror bir to'siqdan foydalanish. Agar hech iloji bo'lmasa to'xtatishni biror narsaga etib mashinani urish kerak degan, zarur bo'lganda faqat shu ishni qilishimiz kerak, biror bir to'siqqa. Sekinlashgandan keyin albatta ozginagina to'xtatish uchun foydalanamiz degan javob to'g'ri birinchisi.
Agar piyodalar o'tish joylaridan keyin tirbandlik paydo bo'lsa, haydovchi qayerda to'xtatish kerak debdi bu yerda demak. Xo'p, bevosita piyodalar o'tish joyi oldida to'xtatish kerak. Mana shu yerda eng to'g'ri javob shu F3 to'g'ri bo'ladi. Keyingisi qaysi yo'nalish bo'yicha qayrilib olishga demak ruxsat etiladi bizda. Xo'p, eslab ko'ramiz. Qaysi yo'nalishda edi shu? E'tibor beramiz rasmga, mayli. Mana bu yerda rasmda demak aytyapti. To'g'riga deyapti. Bunisida ikkinchi polosadan esa to'g'riga va o'ngga ruxsat etiladi. Bu yerda esa qayrilib olish mumkinmi o'zi? Eslab ko'ramiz. Xo'p, har ikkisiga taqiqlanganmi yoki har ikkisiga ruxsat etilganmi? Bir eslab ko'ringlar-chi. Albatta har ikkisiga taqiqlangan. Faqat birinchi polosadan to'g'riga ketish mumkin, chapga ham, qayrilib olishga ham ruxsat yo'q. Xo'p, bu yo'l belgisi nimani bildiradi? Yengil avtomobil shatakka olishga ruxsat etiladimi deyapti. Bunaqa ikkita savol keladi. Ikkalasida ham bu belgining nomi o'zi shatakka olish taqiqlanadi belgisi. Shuning uchun bu yerda shatakka olish mumkin emas. Shuni hisobiga taqiqlanadi degan javobimiz to'g'ri. Bu belgilarning qaysi biri bir tomonlama harakatlanish yo'liga chiqishni bildiradi desa, mana bu birinchi belgimiz bilan 5-belgimiz bizga bir tomonlama harakatlanish yo'liga chiqishni bildiradi, ya'ni 1 bilan 5. Chorrahadan birinchi bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? Demak, bizda bu yerda yashil avtomobilimiz bor va ko'k va qizil avtomobil bor. Yashilga yashil yonib turganligi uchun yashil avtomobil birinchi o'tib ketadi. Undan keyin qizil bilan ko'k avtomobillarimiz o'tishi kerak, ya'ni qizil, keyin ko'k o'tadi. Birinchi bo'lib o'tadi degan paytda bizda yashil avtomobil birinchi bo'lib o'tadi. Qaysi rasmda ajratuvchi mintaqa bor yo'l ko'rsatilgan? Ajratuvchi mintaqa o'zi nima edi? Ajratuvchi mintaqa bizga masalan o'to'lanlar yoki daraxtlar, maysazor, ko'kalamzorlar o'rnatilgan joy bizga ajratuvchi mintaqa bo'ladi. Bu yerda demak ajratuvchi mintaqa bormi degan savol berilyapti. Xo'sh, nima bo'ladi bu yerda? Albatta o'ngdagi rasmda maysazor, ko'kalamzor bor. Shu uchun ham demak o'ngdagi rasmda ajratuvchi mintaqa mavjud. Bu belgi o'rnatilgan joyda tirkamali yengil avtomobillar harakatlanishi mumkinmi? Tirkamali yengil avtomobillar mumkin, lekin bu yerda shatakka olish mumkin emas degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi sanab o'tilgan qaysi hollarda transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi debdi. Xo'p, qaysi birida foydalanish taqiqlanadi? Bir o'ylab ko'ramiz. Demak, bu yerda barcha sanab o'tilgan holatlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. Keyingisi qizil avtomobil haydovchisi yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqcha va maxsus tovushli ishora yoqilgan transport vositasi yaqinlashib kelayotganda nima qilishi kerak debdi. Bunda demak yo'l berish kerak. Qanday alomatlar charchash belgilari hisoblanadi debdi. Xo'p, o'ylab ko'ramiz. Uyquchanlikmi yoki bosh aylanishimi? Xo'p, qaysi bir bo'ladi? Demak, uyquchanlik, bo'shashish va diqqatning susayishi bizga charchash alomatlari hisoblanadi. Xo'p, qayerlarda demak qayrilib olish taqiqlanadi? Bunaqa ikkita savol keladi. Qayrilib olish taqiqlanadi degan javob. Bizda ko'priklarda so'z bo'lmagani uchun piyodalar o'tish joylarida demak qayrilib olish taqiqlanadi. Xo'p, bu yerda keyingisi ko'k avtomobil qaysi tomondan aylanib o'tishi kerak debdi. O'ng tomondanmi yoki chap tomondanmi? Xo'p, o'ylab ko'ramiz. Chap tarafdan o'tsa nima bo'ladi-yu, o'ng tarafdan o'tsa nima bo'ladi? Bir o'ylab ko'ringlar-chi.
Xo'p, bu yerda qaysi tarafdan aylanib o'tadi desa, faqat o'ngdagidan, ya'ni chapdagi oq uzun chiziqni bosib o'tishga ruxsat etilmaydi. Demak, o'ngdagi rasmdan quvib o'tishi mumkin. Faqat o'ng tomonidan deymiz. Keyingisi, haydovchi yo'lning relsiz transport vositalari harakatlanadigan bo'laklar sonini belgilaydigan chiziqlar yoki yo'l belgilari bo'lmasa, bo'laklar sonini qanday aniqlaydi debdi. Bunda demak, qatnov qismining kengligi transport vositalari orasidagi zarur yo'llanma oraliq masofani va ularning gabarit o'lchamlarini hisobga olgan holda o'zi aniqlashi kerak. Mana shu javob bizga eng to'g'ri javob. Xo'p, moped haydovchilari nimaga majbur? Xo'p, o'ylab ko'ramiz. Moped haydovchilari demak, bu yerda barcha sanab o'tilganlarga javoblar bizga to'g'ri bo'ladi. Bu yog'ini o'qib o'tirmanglar, chunki bu javoblarni o'qisalaringiz test ishlayotgan paytda, imtihonga kirgan paytda o'sha narsa esingizga kelaveradi. Shuning uchun mana shuni bosamiz. Ushbu qo'shimcha axborot yo'l belgisi nimani bildiradi debdi. Bunda demak, barcha turdagi transport vositalarini to'xtab turish uchun yo'lning qatnov qismida trotuar yoniga demak qanday qo'yishni bizga usulini bildiradi. Ya'ni qo'shimcha axborot yo'l belgisi shuni bildiradi. Ya'ni pastdagisini so'rayapti-da. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra yo'l belgilari nechta guruhga bo'linadi desa, 7 ta guruhga bo'linadi deb javob beramiz. Siz balandlikda svetoforning ruxsat beruvchi ishorasini ko'rib to'xtadingiz. Bunda avtomobilni joyida tutib turish uchun eng yaxshi usul nima? Masalan, svetoforda qizilda to'xtab turibmiz. Ishchi tormozi bilan degani bu tormoz, oyoqdagi tormoz bor-ku, o'sha bilan to'xtab turibmiz. To'xtab turish tormozi degan rushnoy, qo'l tormozi bor-ku, ana shu bilan to'xtash eng qulay usul. Oyoq charchab ketadi ishchi tormozda, biz to'xtab turish tormozi bilan to'xtashimiz kerak. Ushbu vaziyatda oxirgi bo'lib bizda kim o'tadi deyapti. Xo'p, oxirgi bo'lib kim o'tadi? Bir o'ylab ko'ringlar-chi, mana rasmni ko'rib. Oxirgi bo'lib demak bu yerda qizil avtomobil o'tadi debdi. To'g'rimi? Mototsikllarni shatakka olishga ruxsat etiladimi debdi. Yon kajavasi bo'lmaganlargami yoki yon kajavali mototsikllarga? Albatta, yon kajavasi bo'lganlarga shatakka olishga ruxsat etiladi. Ko'rsatilgan belgilarning qaysi biri avtomagistralda o'rnatiladi? Mana bu yashil belgimiz bizda avtomagistralni bildiradigan belgi hisoblanadi, ya'ni 3-belgimiz. Ushbu ko'rsatilgan yo'l nechta qatnov qismiga ega debdi. Rasmga e'tibor beramiz. Demak, bu yerda ikkita qatnov qismiga ega deb javob berishimiz mumkin. Xo'p, haydovchi o'z harakati yo'nalishidan qat'iy nazar kimga transport vositasini taqdim etish kerak desa, tibbiyot xodimlariga zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarni davolash, profilaktika muassasalariga olib borish uchun. Mana shu. Demak, bundan buyog'idagi savollarni yana keyingi videolarda chiqarib boramiz. Hozircha mana shu yergacha bo'lgan videolarni ko'rib, testlarni qayta-qayta ishlaymiz. Keyingi darslarda xudo xolasa 600 gacha bo'lgan testlarni birma-bir tushuntirib beramiz. Hozircha demak bilimlaringizga ozgina bo'lsa ham foydam tekkan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va videoni do'stlaringizga, prava olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tarqatishingiz mumkin. Agarda siz onlayn tayyorlanib 12 kun ichida prava testdan 20 tadan 20 ta yoki 50 ta topshirsangiz, 50 tadan 50 ta ishlamoqchi bo'lsangiz, onlayn kurslarimizga qatnashishingiz mumkin. Kurslarimiz narxlari unchalik arzon emas. Har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanib, sodda yodlash usullari bilan sizga tezda testni yodlatib, imtihonga tayyor holatga keltirib beramiz. Xo'p, onlayn kurslarimiz haqida va offlayn ekspress kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot beramiz. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.